Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 31-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azar, sizlarni oynayi jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman, shodman. Azar, sizlar 31-dekabrga namoz jadvallari bilan tanishmoqdasiz. Kanalimizga yangi bo'lsalaringiz iltimos obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Shunday ekan, kamtaron mehnatimizni qadrlab, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, obuna bo'lib, yaqinlarga yuborishda bardavom bo'lamiz. Azizlar, namozni endi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga eslatma sifatida har bir namozdan necha rakatdanligini ko'rsatib yozib o'tganman. Bemalol ko'rib foydalanishlaringiz mumkin. Telegramda kunlik namoz vaqtlari degan kanal ochganman. Silkasini SMS bo'limiga qoldiraman. O'tib albatta obuna bo'lishni unutmang. Qaysi bir sabablarga ko'ra bu kanalda namoz vaqtlari chiqmay qolsa, Xudo xohlasa kunlik namoz vaqtlari Telegram kanalda chiqib boriladi. Xudo xohlasa. Shunday ekan albatta obuna bo'lishni unutmang. Azizlar, videoni oxirigacha ko'ramiz. Like esdan chiqmasin. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun bizga pul kelmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi, xolos. Yaxshilikni birga qilamiz azizlar. Yaxshilikni birgalikda qilamiz. Avvalo o'zimga eslatma va sizlarga ham eslatma. Yaxshilik qilishda davom eting. Azizlar, hech qachon yomonlik qilmang, faqat yaxshilik qiling. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.